üçün 7-ci ayının vəqəsi kelib çıxdı. 7-ci ayının vəqəsində Uyğur oxucuları hətta 7-ci ayının vəqəsində Uyğur ballar öz hayatıda Uyğur xalqı Xitayının bayrağını bizni besib alğan, biz özümüz ayrım dövlət olğan, bizning bayrağımız var deb Xitayının bayrağını kötərməydi. Lekin 7-ci ayının 5-i Uyghur oquvchilar Xitoyning qizil bayrog'ini ko'tarib, biz tinchlik bilan chiqdik. Bizni o'ltama, bizning haq-huquqimizga javob ber. Shavganda nima uchun bizning qizlarimizni urib o'ltadi? Nima uchun qizlarimizni akitsa, bizni nima uchun bostirsa, buningga javob ber deb boshlang'ich maktab, o'rta maktab, oliy maktab o'quvchilari namoyishga chiqdi. Xitoy hukumati shu namoyishni o'z oldiga to'sib qala oladi. Tinchlik bilan bir taraf qilasim qilib oladi. Namoyishni to'xtatib qala oladi. Lekin uni to'xtatmay 25 ming askarni yo'tkab akilib, naq maydonda o'quvchilarni o'qitib, naq maydonda qonga milivatdi. Shuning bilan Uyg'ur xalqining g'azabi qo'zg'alib ketib, butun 10 minglagan Uyg'urlar ko'chaga chiqib namoyish qilib, Xitoylarni urib o'ltirish ahvoli yuz berdi. Demak, buningda Xitoylarni Uyg'urlarni emas, Xitoy hukumatining maqsadi Xitoylarni mushundaq bir necha yuz Xitoyning o'lishini xohlaydi. Bir necha yuz Xitoy urib o'ltirilgandan keyin andikin Uyg'ur xalqini keng ko'lamda bostira oladi, andan keyin Xitoy xalqini oldi oladi. Bu masalani ikki millatning masalasi deb ishtirib qo'ya oladi. Shuning uchun Xitoy hukumati bu o'yinni nihoyat chiroyli o'ynab chiqdi. Uyg'urlarning ala to'plangan foydalangan videolarni elib olgandan keyin kech soat 9 dan keyin chiroqni butunlay o'chirib, 5 ko'chaning ichiga solab, necha minglagan Uyg'ur yoshlarini o'q tutib, bronik bilan avtomat bilan qirib tashladi. Hozirgacha Xitoy hukumati 1680 odam yordar bo'ldi, 200 ga yaqin odam o'ldi dedi. Xitoy hukumatining 200 o'zining bergan sonidagi 200 degan gapmi oz son emas. Iroq urushida bu hozirgacha bir 200 odam bir kunning ichida o'lmaydi. Xitoy hukumati shu kun 200 odam o'ldi dedi. 1600 yordar nima ketdi? Uyg'urlarning minglagan, 10 minglagan yordarlari yo'qolib ketdi. Demak, Xitoy hukumati shu Shogan vaqasi va qizlar masalasi bilan chiqqan mush masalaga to'g'ri javob bermay, Uyg'ur xalqini bostirish, qo'rqitish bilan oyoqlashtirdi. Demak, qonliq bir fojia. Tiananmen vaqasiga o'xshash, xuddi Tibet vaqasiga o'xshash bizni bir qonliq fojia bilan oyoqlashtirdi. Bu qonliq fojiani Xitoy hukumati hozirgacha bostirib yo'qotish uchun hozirgacha bo'lgan 7-oyning 5-gacha bo'lgan oralikda butun internetni taqib etdi. Hozirgacha 30 millionga yaqin xalq hech qanday internet ko'rmaydi, internet yo'q. Buni butun dunyo biladi. Hem telefonni butunlay taqib etib, bir oy bo'ldi yerim yatı telefonni ochqini. 1500 web saytini taqab, uning web saytining boshliqlarini turmaga tashlab etdi. Oldiga bularning o'lim jazosi berildi, kayni hozir turmada urib o'ltirilyapti va muddatsiz muddatli qamoq jazosi beryapti. Bo'ldi. Sizcha? Dunyoning bizga ishi og'irdi. Axborot o'rinlari Xitoyning yolg'on tashviqotiga ishonmay berib, naq maydonni, garchi ularni urib qo'llarini chiqib axborot muxbirlarningki chegaradan qo'g'lab chiqargan bo'lsa-mu, naq maydondan haqiqiy ahvolni elib dunyoga qo'yibdi. Lekin mayli Amerikaning bo'lsin, Amerika hukumati bo'lsin, mayli Amerika State Department bo'lsin, buning bo'lgan inkosi intayin passiv holda bo'ldi. Xitoyning shu iqtisodiy kuchlanib ketganligi bularninki shu dal shu paytda iqtisodiy bir-birisi bilan suhbat o'tkazadigan vaqt to'g'ri kelib qolg'achqa bizning masalamizga nayte tuvan o'lcham bilan javob berib qo'yib 5-chiga tiqib oldi. Bütün Amerika'ya qarab turgan G'arb dunyosi va bütün Osiyo dunyosi bularni qattiq javob berishga Amerikaning og'ziga qaradi. Shuning uchun Xitoy hech qanday tap tatmay bizning internetni taqidi. Shuning uchun Xitoy hech qanday tap tatmay bizning yordorlarimizni va turmuga kirganlarni urib o'ltadi. 130 ming askarni, ya'ni qaytadan Sharq Turkistonga Uyg'urlarni bostirish uchun yo'tkab keldi. 130 ming qo'lida hech qanday qurolning sunuqi yo'q xalqqa 130 ming askarni yo'tkab keldi degan o'ng'ay gap emas. 130 ming askar Uyg'ur xalqi hozir 5ni ko'tarib manganmaydi. 5ni ko'tarib birisiga qarshi hammasi olishib kelib urib o'ltirdi ekan ashada. Mush darajada og'ir ahvol qoldi. Mushining hammasi mushi qitimqi bizning 7-oyning 5idagi ahvolimizga nihoyat qattiq pozitsiya bildirib, bizning masalamizni Jungoning ishki masalasi emas, yer sharining bu bir inson kishilik huquq masalasi. Amerikaningki kishilik huquq axloqiy ko'z qarashi bilan qaragan bo'lsa, bizning Xitoy hukumati bu darajada qilib etmaydi. Masalan, Xitoy hukumati tinchlik bilan namoyishga chiqqan namoyishchilardan mush 5 oy ichida dunyoga oshkorlab e'lon qilib turib, tövini 19 yoshli kichikini bolalarga 34 odamga 9 qitim sot ichib o'lim jazosi hukm qilganligini tantana bilan dunyoga e'lon qildi.